O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, O'zbekiston xalq yozuvchisi, o'zbek adabiyotining zamonaviy bolalar yozuvchisi Xudoyberdi To'xtaboyev 1932-yil 17-dekabr kuni Farg'ona viloyatining Katta Tagop tumanida dunyoga kelgan. Xudoyberdi erta yetim qolib, bobosi va buvisining qo'lida tarbiyalanadi. 1949-yil Qo'qon pedagogika institutini, 1955-yil Toshkent davlat universitetini tamomlaydi. Ijodiy faoliyatini Farg'ona viloyatidagi maktabda dars berishdan boshlagan. Keyinroq o'quv ishlari mudiri va maktab direktori lavozimlarida ham ishlaydi. 1958-yildan Xudoyberdi To'xtaboyev keyingi 14 yil mobaynida Toshkent oqshomi, Sovet O'zbekistoni gazetalarida 300 dan ortiq felyetonlarni chop etadi. Shuningdek, Guliston, Sharq yulduzi, Gulxan, G'uncha, Yosh ko'ch jurnallarida, Yosh gvardiya va Kamalak bosma nashrlarida ijod namunalari bilan ishtirok etadi. Bir 1958-yil qisqa vaqt mobaynida Sir fosh etildi, Sehrli qalpoqcha kabi kitoblari omma e'tiboriga havola qilindi. Keyinroq Omonboy va Davronboy, Sariq devni minib, Yillar va yo'llar, 5 bolali yigitcha, Qasoskorning oltin boshi, Sehrgarlar jangi yoki Shirin qovunlar mamlakatida, Jannati odamlar kabi kitoblari chop etiladi. Xorijiy kitobxonlar orasida Xudoyberdi To'xtaboyev Sehrli qalpoqcha ertak qissasining rus tiliga tarjimasi, shuningdek ukrain, fransuz va bir qator boshqa tillar bilan tanilgan. Sehrli qalpoqcha ertak qissasi yozuvchining rus tilida tarjima qilingan birinchi kitobi. Ertak qissa 1970-yilgi Butun ittifoq tanlovida eng yaxshi bolalar kitobi mukofotiga loyiq topilgan. Xudoyberdi To'xtaboyev o'zbek bolalar adabiyotini jahon miqyosiga olib chiqqan ijodkorlardan biridir. Asarlari rus, ingliz, fransuz, nemis tillarida tarjima qilinib, 28 ta mamlakatda nashr etilgan. Xudoyberdi To'xtaboyev O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, O'zbekiston xalq yozuvchisi unvonlari bilan taqdirlangan. O'zbekiston xalq yozuvchisi Xudoyberdi To'xtaboyev 2021-yil 21 mart kuni 88 yoshida vafot etadi.